Yegandarchaning orqasida Amxousda Salton 3 xonali uyimiz, ya'ni 4-etajda joylashgan 61 metr kvadratli uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Bu uy yerlarda hamma biladi, Yangi O'zbekiston massivi. Kimga qiziq bo'lsa videoni oxiridan chiqib ko'ramiz va o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiramiz. Podpiska bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmanglar. Sizlar bilan Mang'it Makada kanali videoni oxiridan ko'rsatamiz. Yegandarchaning orqasida Amxousda 23-xonadan sotuvga qo'yilyapti. Buramizda ayıbam ağan ekan asrorishni satishim kerak deyapti. Kirgan yeri 2 xonasi, aboylangan 3 xonali uyimiz 4-etajda joylashgan. Amxousda Yegandarchaning orqasida mana shunday aboylangan borimiz, jaluzlar qo'yilgan. Bu yerimiz bo'lsa banyasi, ko'rsangizlar bo'ladi banyasini. Mana shu holatida. Bu yerimizda yana bir xonasi aboylangan. Yosh bola hozir bir like bosib ketamiz. Xo'p, bu yerimizda bir zali mana ko'rsangizlar bo'ladi. Ariyamiz balkoni mana shu holatida. Xo'p, bu yerimiz bo'lsa kuxnyasi. Kuxnyasida manaki mebellari bor. Gazlarini ham yaqinda qo'shamiz deyapti nasib bo'lsa. Mana shu holatida aboylan balkoni. Bu yerimiz bo'lsa ko'rsangizlar bo'ladi, chiroyli fasad bo'lar nasib bo'lsa. Yana bir dom tushyapti. Bu yerimizda uy linyalarining telefon nomerlari bor, telefon qilsangiz bo'ladi. Xo'p, bo'rimizda zo'r taklif bilan xudo xolasa taqdim etib videoda oxiridan ko'rsangizlar, hammasini batafsil tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p, bo'rimizning narxiga aytgan bo'lsak, narxini 80 million so'm aytib turibmiz. 80 million so'm bo'rga umuman rasxod qilingan. Mana shuni to'lasangizlar, to'g'ri atingizni ham o'tirib beramiz deyapti. Plus tarafı 80 million so'mni 2ga bo'lib to'lasangizlar bo'ladi. 45 million so'mni berib, 40 million variantda qolgan summasini, ya'ni 35 million so'mni bo'lib to'lasangizlar ham bo'ladi deyapti. Mana shunday imkoniyatni mana shu linyasi beryapti. 3 xonali 4-etajda Amxousda kimga qiziq bo'lsa, tez aloqaga chiqamiz, baraka qilamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat bilan Mang'it Makada kanali bizni kuzatishda davom eting.